Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi fanidan maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim-tarbiya ishlari mavzusidagi navbatdagi ma'ruza mashg'ulotini o'tamiz. Ushbu ma'ruza mashg'ulotida quyidagi rejalardan foydalanamiz. Birinchi rejamiz maktabgacha ta'limni rivojlantirish. Ikkinchi rejamiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil qilish va unga rahbarlik. Uchinchi rejamiz maktabgacha ta'lim-tarbiya ishlarini rejalashtirish va to'rtinchi rejamiz maktabgacha ta'lim tashkiloti metodisti va uni pedagogik jarayonlarni tashkil etishdagi o'rni va maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori va uning ish vazifalari rejalari to'g'risida bugun ma'ruza mashg'ulotimizda gaplashamiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim-tarbiyaviy ishni rejalashtirish pedagoglar, tarbiyachi, metodist, direktor faoliyatining muhim turlaridan biri hisoblanadi. Rejalashtirish deganda ta'lim-tarbiyaviy ishning zarur sharoit, foydalanadigan vosita, ishning usul va metodlarini ko'rsatib, ta'lim-tarbiyaviy ish dasturini amalga oshirish tartibi izchilligini oldindan aniqlashdir. Rejalashtirishning maqsadi maktabgacha ta'lim tashkiloti ta'lim dasturining bajarilishini ta'minlash hisoblanadi. Rejalashtirish pedagogik jarayonni yaxlit tashkil etishga, bolalar jamoasi va ayrim bolalarni tarbiyalash vazifasini aniqlashga, bolalarni yoshga ko'ra pedagogik ta'sir mazmunini va usullarini tanlashga, bolalar hayoti, faoliyat turlari, rahbarlik metodlari va shu kabilarni tashkil etishning turli shakllaridan foydalanishga yo'llangan bo'lishi lozim. Reja deganda esa tarbiyachiga yil bo'yi amalga oshiradigan ta'lim-tarbiya ishlarini bir tekisda taqsimlab, ma'lum izchillik bilan amalga oshirishga yordam beradi. Reja bolalar bilan amalga oshiradigan ta'lim-tarbiya ishlarini oldindan puxta tayyorgarlik ko'rish, metod va usullarni yaxshilab o'ylab olish, kerakli material va jihozlarni tayyorlash imkonini yaratadi. Pedagogik jarayonda rejalashtirishning quyidagi turlari mavjud. Birinchi rejalashtirish turi bu yillik reja, keyingisi istiqbolli reja va tarbiyachining kalendar rejasi. Yillik reja asosan maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori, metodist, tarbiyachilar tomonidan tuzilib, bolalar tashkilotida amalga oshiriladigan barcha ishlarni o'z ichiga oladi. Istiqbol rejasi 1-3 oyga mo'ljallangan bo'lib, undan ko'zlangan asosiy maqsad bolalar bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiya ishlarini tartibga solish va uning ma'lum maqsadga qaratilgan va samarali bo'lishini ta'minlashdir. Unda maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim-tarbiya dasturining hamma bo'limlari o'z aksini topadi. Istiqbol rejasida dasturning hamma bo'limlari bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan ta'lim-tarbiya ishlari tizimli, bolalar faoliyatining hamma turlarida aniq mavzular bo'yicha belgilab chiqiladi. Kalendar reja esa 10-12 kunga tuziladi. Kun davomida amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiya mazmunini aks ettiradi. Uni tuzishda dastur talablari, bolalarning rivojlanish va tarbiyalash darajalari, maktabgacha ta'lim tashkiloti ish sharoiti hisobga olinadi. Kalendar rejaning mazmuni bolalar faoliyatining hamma turlarida aks ettiriladi. Kalendar rejani tarbiyachi kun tartibiga binoan tuzib chiqadi. Bolalarning o'yini ham, mehnat faoliyati ham, maishiy faoliyati ham tarbiyachining har kungi kalendar rejasidan o'rin olishi lozim. Kalendar rejaning mazmuni va shakli bolalarning har tomonlama barkamol shaxs bo'lib shakllanishi qay darajada borayotganligiga qarab baholanadi. Sayrni rejalashtirish. Tabiatdagi va ijtimoiy hayotdagi voqea hodisalarni kuzatish rejalashtiriladi. Masalan, harakatlanayotgan transportni, bayramga bezatilgan ko'chani, farroshning ishini va shunga o'xshashlarni kuzatish, barg yozayotgan, gullab turgan o'simliklarni, yog'ayotgan qor va hokazolarni kuzatish rejalashtiriladi. Bular haftasiga 5-6 marta kuzatiladi. Qoidali o'yinlarning ta'lim-tarbiyaviy vazifasi ko'rsatilgan holda ham rejalashtiriladi. Kichik guruhda bitta yangi o'yin va o'yinni rejalashtirish mumkin. Katta guruhda ham bolalarga tanish bo'lgan o'yinni sayrning boshida va oxirida rejalashtirgan ma'qul. Kunning ikkinchi yarmini rejalashtirish. Kunning ikkinchi yarmi 2 qismdan iborat. Guruhdagi va sayrdagi ishlar.
Kunning ikkinchi yarmida bolalarning guruhdagi o'yin faoliyati rejalashtiriladi. Uyqudan keyingi o'yin uchun kichik guruhda 45 daqiqa, o'rta guruhda 1 soat, katta guruhda 1 soat, tayyorlov guruhida 1,5 soat vaqt ajratiladi. Sujetli rolli o'yinlar ham rejalashtiriladi, faqat nomigina yoziladi. Rejada shuningdek, stol bosma o'yinlari, didaktik o'yinlar ham mo'ljallanadi. Rejaga stol usti bosma o'yinlari qoidasi tushuntirilishi ham yoziladi. Bu vaqtda dramalashtirilgan o'yinlar ham rejalashtiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori. Direktor maktabgacha ta'lim tashkilotining tashkilotchisi, rahbari, malakali pedagog. Uning faoliyati maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni komil inson qilib tarbiyalash va to'laqonli hal etishga qaratilgan. U maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ta'lim tarbiyaviy, pedagogik va gigiyenik talablarga muvofiq ravishda amalga oshirilishi uchun zarur, lozim shart-sharoitlarni ta'minlaydi, o'z jamoasida ishchanlik, maqsadga qaratilgan inoqlik vaziyatini yaratadi, ularga umumiy rahbarlik qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori lavozimining malaka tavsiflari va lavozim vazifalari quyidagilardan iborat. Maktabgacha ta'lim tashkiloti umumiy faoliyatiga rahbarlik qilish, pedagogik jamoa va boshqa xodimlarni bolalar bilan olib boriladigan tarbiyaviy ishlarda yuqori samaraga erishishni tashkil etish, tarbiyaviy jarayonni, mehnatni tashkil qilishning zamonaviy shakllaridan foydalanish, bolalarni boshlang'ich sinfda o'qitishga tayyorlash bo'yicha davlat talablariga muvofiq tarbiyalash dasturlarining bajarilishini nazorat qilish, bolalar sog'lig'ini mustahkamlash, ularni pedagogika va gigiyena talablariga muvofiq tarbiyalash va o'qitish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni ta'minlash hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori quyidagilarni bilishi lozim. Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablarining mazmuni, hukumatning tegishli qarorlari, maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan chiqarilgan huquqiy hujjatlarni, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash dasturi va tarbiyaviy ishlar konsepsiyasini, maktabgacha pedagogika va psixologiyani, maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish va tarbiyalash shakl va metodlarini bilishi lozim. Maktabgacha ta'lim tashkilotining direktorining malaka talablari esa quyidagilardan iborat. O'z yo'nalishi bo'yicha kamida bakalavr darajasidagi oliy ma'lumot yoki kamida bakalavr darajasidagi oliy ma'lumot va kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash bo'yicha kurslarni tugatganlik. Xorijiy tillardan birining boshlang'ich bosqichini va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni bilishi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodisti quyidagilarni bilishi lozim. Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ta'lim-tarbiyaviy ishga metodik rahbarlikni amalga oshiradi, ilk qadam dasturining bajarilishini ta'minlaydi, ta'lim-tarbiyaviy ishning to'g'ri uyushtirilishi uchun javobgar. Ilg'or pedagogik tajribani o'rganadi, umumlashtiradi va tarqatadi. Pedagogik kengashda ko'rib chiqilishi zarur bo'lgan materiallarni tayyorlaydi. Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi metodik kabinetning ishini tashkil qiladi, bolalarning yoshlariga muvofiq pedagogik qo'llanmalar va o'yinchoqlarni tanlaydi, ota-onalar o'rtasida pedagogik bilimlarni targ'ibot qilish, turli guruh tarbiyachilari, shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab ishida uzviylikni ta'minlash bo'yicha ishni uyushtiradi. O'z hamkasblarining hurmatini qozonishi va ularga o'z vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishida yordam berish uchun metodist qanday rahbarlik sifatlariga ega bo'lishi lozim degan savollarga albatta metodist faqat yaxshi nazariy tayyorgarlikgina emas, balki bilimlarni amalda qo'llash ko'nikmasiga ham ega bo'lishi zarur. Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim mazmunini takomillashtirish jarayoniga kirib borar ekanmiz, ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish borishni davr taqozo etmoqda. Har bir ta'lim tashkilot xodimi, u direktormi, yo tarbiyachimi, yoki tarbiyachi yordamchisimi, o'ziga tanqidiy ruhda qarashi, muammolarni o'z do'sti deb bilib, muammolarni hal qilishda sidqidildan kirishishi lozim. E'tiboringiz uchun rahmat.